Burunqi zamanda yo'qsizchilikning dardini ko'p tartgan, yuz ko'zni qo'riq basgan, saqal burti oppoq bir buvay o'tgan ekan. U buvay 7 yoshidan tartib bayavondan yantoq chepib, bozorga opirib setib jon beqib kelgan ekan. Bu buvayning dunyolikda birli o'g'li bor ekan. Yantoqchi buvay yantoq setib topgan pulga balasini o'qitibdi. Balasi maktablarni bitkizib qaytib kelgandan keyin otasiga "Atam meni amdi o'ylab qo'ysin" deb kishi qo'yibdi. Buvaymu kelin ko'rdigan bo'ldim deb xo'shal bo'lib kelgan kishidan "O'g'lim, kimni oladikin?" deb so'rabdi. "Mushu shahardagi podshoning yolg'iz qizini olaman deydi" debdi kelgan kishi. Buvay "Balam nima deydigandu? Biz qaday tursak, u podshoh tursa, bu aqlga sig'maydigan gap" deb balasini o'zining oldiga chaqiribdi. Bala buvayning chiroyidan bo'lmaydi degan ma'noni uqib, otasi gap so'rag'icha "Ota, g'am qilmang, podshohga biz tang kelalaymiz" debdi. Buvay tanqisliqda qilib "Qandoq tang kelamiz?" debdi. Balasi "Ata yontuqingizni bozorga akirib setib, puliga menga bir quti qizil bo'yoq, bir quti seriq bo'yoq, bir quti yeshil bo'yoq, 10 taqti qog'oz akilib bering. Ondan keyin karomatni ko'rasiz" debdi. Buvay bozorga berib bu narsalarning hammasini ochibdi. Bala shu kechasi tun bo'yi o'ltirib gul yasabdi. Tang atay degan chaqda otasiga "Ata, hozir qo'lingizga tevilgan supurgi bilan chelakni ham muni gullarni ilib podshohning o'rdisiga berib, o'rdining oldini pok supurib, suv chechib, gullarni darvozaning beshiga qadab qo'yib keling" debdi. Yantoqchi buvay bu ishni degandek o'rinlab qaytib keldi. Tang atqandan keyin podshoh talog'i chiqqidek bo'lsa, darvozaning beshida chiroyli gullar hechib turgan. Qarasa o'rdining ichi-tishi nurlanib ketgan. Podshohning buningga aqli hayron bo'lib, "Voh, bu nima ish?" deb vazirlarni qishqartibdi. Vazirlarmi hayron bo'lib turib qapti. Podshoh yurtdagi jami odamni yig'ib so'rabdi. Hech kim hech nima deyolmabdi. Podshoh xalqqa yolvorib, "Voy xalqim, bundaq ish zamondan beri bo'lmagan. Bu sizlarning beshinglarga kelgan yaxshilik. Aytib beringlar. Kimga aytib bersa, shu odamga vazirlik amal beraman" debdi. Shu chaqda yig'ilgan xalqning ichidan bir odam sakrab chiqib, "Yantoqchi buvay tang yo'ruy deganda mushu joydan o'tib ketyotdi" debdi. Podshoh yig'ilganlar ichidan yantoqchi buvayni izlatgizsa, uning bu yerga kelmaganligi aniqlanibdi. Oxir uyga yasovullarni avatibdi. Yasovullar yantoqchi buvayni mang desa mang deb qistabdi. Buvay mengishdan avval o'g'liga "Jinim bolam, meni podshoh bekaga qishqamidi. Amdi meni o'ltirdi. Xo'sh bolam, rozi bo'g'in. Meni osadigan dorning ustiga bir tal soqilimni ilib qo'yaman. Sen shu soqilimni ilib, qo'rsqondagi ilmning kuchini ko'rsatarsan" deb xo'shlashibdi. Yantoqchi buvay podshohning oldiga borganda, podshoh muloyimlik bilan so'rabdi. Buvay podshohning bizga mehr shafqati bor o'xshaydi deb o'ylab, "Podshoh janoblari, mening bir yolg'iz o'g'lim botdi. Uni o'qitib ilmlik qilib qo'ydim. Uning sizning qizingizga ko'ngli bor ekan. Shu o'g'limning orzusi bilan mushundaq ishlarni qilgandim" debdi. Podshoh yantoqchi buvayning usti beshiga qarab, "Men bir podshoh tursam, bu bir yalon oyoq tursa, mushuning bilan qudu bo'lamanmi?" deb g'azablanibdi. Jallatlarni chaqirib, "Bu yalon oyoq yantoqchi buvayni dorga esinglar" deb buyruq qildi. Jallatlar buvayni dorga esib o'ltiribdi. Yantoqchi buvayning balasi kelib qarasa, otasi esiqliq.
bir tal saqili dar ustida iliqliq turg'udek. Bala darullohiliqi bir tal saqalni ilib, mehri bilan ikki mangsiga surtib ekan, atisi tirilib, darning arg'amchilari uzilib tushibdi. Atisi xushal bo'lib balasi bilan uyga yenib kepti. Uyga kelgandan keyin bala atisiga: "Voy ota, bugun bozorga yana yantoq akirib setib, o'tgan qitimdikidek bo'yoq qog'ozlarni ochiqing," debdi. Buvay texmi o'qtara qog'oz bilan bo'yoqlarni ochiqibdi. Bala shu kechasi avvalqisidanmi necha hassa chiroyli gullarni yasab, atisini yana podshohning o'rtasiga avatibdi. Buvay o'rdining oldini avvalqidan necha hassa pok supurib, suzik suvlarni chechib, gullarni texmi ko'rinarli joyga esib qaytib kelibdi. Tang atqanda podshoh talog'i chiqsa, ko'zlarini gullar chiqib, o'rdining ichi-tishi pal-pul qilib ketibdi. Podshoh vazirlarini chaqirib so'rabdi. Vazirlari javob berolmabdi. Xalqni chaqirtibdi. Avvalgi qitim kelgan xalq podshoh yolg'onchi deyishib, ozli bir qism odam kelibdi. Podshoh yana hilgarlik bilan yolg'on va'dalarni berib so'rabdi. Shu chaqda to'pning ichidan birisi turib: "Yantoqchi bo'y bugun saharda mushu yerda yuratdi," debdi. Podshoh bu gapni anglab: "Ha, yantoqchi bo'y o'lgan emasmi?" deb ishonmabdi. Heliqi odam: "Yantoqchi bo'yni rost ko'rdim, yolg'on aytgan bo'lsam, ko'zimni o'ying," deb turibdi. Podshoh yantoqchi bo'yning uyiga chaparmanlarni avatsa, yantoqchi bo'y uyida ekan. Ular darrov yantoqchi bo'yning put-qo'lini yerga tekkizmay, podshohning oldiga elib kelibdi. Yantoqchi bo'y birinchi qitim aytgan so'zini yana aytibdi. Podshohning texmi ochiq kelib, qo'yqichichi ta'tir o'rilib, uni yana darga ostirib o'ldiribdi. Bu qitimmi yantoqchi bo'y yana bir tal saqalini darning ustiga ilib qo'yibdi. Balasi kelib otasining saqalini ilib mehri bilan yuziga surtibdikan, shu zamon bo'y tirilib yerga tushibdi. Bo'y balasi bilan uyga yenib kelibdi. Kelgandan keyin bala yana gul yasabdi. Podshoh bu qitim avvalqidanmi chiroyli gullarni ko'ribdi. Yantoqchi bo'ydan qutulolmaydiganligini bilib, vazirlarga "Endi qanday qilamiz?" deb maslahat sapdi. Vazirlardan birisi: "Yantoqchi bo'yning o'g'liga malikini bermasak bo'lmaydigan o'xshaydi," debdi. "To'xtanglar, yantoqchi bo'yni chaqirib ilib kelib, uningga noydi eg'ir siliq solayli. Shuni qila olsa, ondan malikini berayli," debdi yana birisi. Podshoh ma'qul bo'pti. Yantoqchi bo'yni chaqirtib kelib: "O, yantoqchi, sen men bilan qerishib qolding, ha? Ma'qul, qizimni beray. Ammo bir shartim bor, shu shartimni ado qilasan," debdi. Bo'y: "Bo'ladi, qani etsila," debdi. Podshoh: "Mushu o'rdining oldidagi daryoning o'ttirsiga osti-usti unchi marvoyitdan, bu so'g'isi guhardan 7 qavat uy yasaysan. Daryoning suyini 7 gaz qilib oqtirasan. Buni 15 kunda bitkizsan. Shu chaqda senga kelinlik qizimni beraman," debdi. Bo'y: "Xo'p, podshohim, o'g'lim bilan maslahatlashay," deb o'rnidan kaynichi mengib chiqib, to'p-to'g'ri uyga kelibdi va bo'lgan voqeani balasiga deb beribdi. Balasi: "Ota, biz uni 15 kunda emas, 3 kunda bitkizib etamiz. Podshohga berib ayting," debdi. Bo'y podshohning oldiga beribdi-da: "Voy podshohim, siz 15 kunlik muddat berib edingiz. Undaqda bek kechikib ketadi ekan. Bolam 3 kunda bitkizib etamiz deydi. Muddatni 3 kunga qisqartib bersizlar," debdi. Podshoh ma'qul bo'pti. Yantoqchi bo'yning balasi g'imida yo'q 2 kun bekor yurib, 3-chi kuni kitobini ichib bir o'qib degan, podshohning degandek joy bino bo'pti. Podshoh shu kuni so'l qo'l vazirini
Qani, ko'rib kelgin. Yantoqchi buvay seliqini o'rinladimi yo'q? deb avatibdi. So'lqol vaziri: "Voy podshohim, sizlar degandan ortiq qilib yetibdi" deb kapdi. Podsho buningga ishonmay o'nqol vazirni avatibdi. U mushundaq deb kapdi. Buningga ishonmay o'zi berib qarasa, rost o'zi aytgan imorat bitgan ekan. Podsho amdi hech qanday gap qilmasdan 41 kecha kunduz to'y qilib qizini Yantoqchi buvayning o'g'liga beribdi. Podsho bir kuni ki o'g'lidan: "Siz qanday qilib shu ishlarni qildingiz?" deb so'rabdikan kuyog'ol. "Otam meni yantoq setib qiynalib yurib o'qitgan. Otamning ajri bekor ketmasin deb yaxshi o'qidim. Oxir mushunaq odam bo'ldim" debdi. Podsho uningga qayil bo'lib, "Menga o'xshash bilimsizlar podsho bo'lguncha, mushuningdek bilimlik odam podsho bo'lsin" deb podsholikni kuyoqligiga o'tkazib beribdi. O'g'il, meni mushundaq yaxshi odam qilgan otam podsho bo'lsin deb podsholikni otasiga o'tinib beribdi. Yantoqchi buvay podsho bo'lgandan keyin butun yurt ovat va ma'murchilikda o'tibdi.